O'zbekistonda yangilik To'yib akangizda tunika yopsangiz boshingizdan issiq o'tib ketyaptimi ustakalarimiz? Chorasini ko'rib berishdi. 10 sm sinismi endi po'kat qilib berasizlar, xudo xolasa. Senishpani. Ha, tepaga ham shunaqa bo'lgan. Tepani ham ko'rsatib bering-da. Endilikda g'ish urib, loq qilib yoki gipsagardon qatirib yurmaysiz. Mana olib keling, yaqinroqdan olib keling. Buni usta 5 sm dan 7 sm, 10 sm gacha bor, aka. 15 sm gacha bor. Hozir bet o'quv markazi bo'lyaptimi shunda? IT markazi. IT markazi bo'lyapti. Ikki etаж bo'lyapti. Do'stlar, shunaqa holat to'qib berishsa, 400 ming so'mdan 500 ming, 600 ming gacha qarab ketaverar ekan. Yo'q, menga bir etaj bo'ladi. Shunaqa qilib qirg'og'ini o'rab berishim shart emas. Korpusini o'zini qilib bersa 250 mingdan ham kvadratini qilib berasiz. Hamma masalliq ichida, elektrod, peretrod hamma yo'q, ha? Sizga to'k tortib, nolga otib beradi. Elektrod, balgarga tosh sistem olib bermaydi. Egasini bet qurayotgan dalish ko'rganingiz ham yo'q. Ko'rgan ham yo'q, gap yo'q. Kimga shunaqa xizmat zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Usta nima ketadi? Misol naves qilmoqchi bo'lsa yoki bir magazin qilmoqchi bo'lsa, ha, yo'lda bu yastalovkaga o'xshatib, ha, molxona solmoqchi bo'lsa, shunaqa imoratlar solmoqchi, o'quv markazi, ha, kvadrat metr 250 ming so'mdan boshlab 600 minggacha qarab ketaverar ekan. 250 minglar o'rab bermaysiz, sizga bir etaj bo'ladi. Bir etaj bo'ladi. Ha, 400 ming, 500 minglar o'rab berasiz. Ichida chiroyli qilib, 2 etaj, 3 etaj, necha etajgacha qilamiz? 2 etajgacha. Xo'p. Do'stlar, shunaqa temir xizmat, kimga xizmat zarur bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar, batafsil ma'lumot olishlari mumkin.